Chorak kilo yong'oq bering. Xo'p bo'ladi afandim. Turon Yahyo, afandiga eng yaxshilaridan qo'y. Oling. Menga tekshirib solyapsiz. Ammo nega unga unday qilmadingiz? Siz bilan teng bo'larmidi, og'a? Siz butun boshli ahiylarning ish yurituvchisiz. Ha, men ahiylarning ish yurituvchisiman. Bu qilgan haqsizligingizga javoban do'koningizni yopsam-chi, pulimni qaytaring. Ahiylarning hurmati bilan emas, pulim bilan olishni istagan edim yong'oqni. Chorak kilo soling. Xo'p bo'ladi. Ahvolingiz qalay? Borimga shukr qilaman. Shukr deyman-u, lekin aytishga tilim bormaydi. Tinchlikmi? Uyimdagilarning qorni bir kun to'q bo'lsa, 3 kun och. Sog' bo'ling. Tinchlikmi afandi? Chorak kilo soling. Hayotingiz qanday? Alloh bergan 3 farzandim bor. Ziyodasiga baxtlimiz. Oling. Nega borib kelib yuribsiz? Dardingiz bo'lsa ayting. Qidiryapman, o'g'a, qidiryapman. Adolatni. Ya marhaba.